Assalomu alaykum qarindoshlar, og'aynilar, birodarlar. Mana buna qilib kabellar tashab chiqdik, apalakani tikdik, xudo xolasa. Kecha mana bitta manda mitpisoga oldik tepaga. Ona plyonkan tagida sement bor. Kabel montajlarni qilib chiqdik mana. Xudo xolasa. Bitta xonaga elektr montaj qilindi. Kabel tushgan. Xudo xolasa mana ishlar yurgizyapti shunaqa qilib. O'rtadan gofrada kabellar ketgan. Şeyden borib o'yga to'planadi, pastga tushadi. Bu yerda sement bor. 4 tonna sement bor. Shularni qo'yib yuborsak, stachkasini ham qo'yib olsak, undan keyin xudo xolasa ikkinchi etajni ishini boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad bersin Allohim.